Assalamu alaikum hürmetli görürmenler. Eynek programımız hoş geldiniz. Mehmet Emin efendim siz hoş geldiniz. Rahmet, hoş bulduk. Bugünkü programımızda yanılam hazırlıkı kızık nokta olan O'ttur Şerqdeki İran, Xitay, İran, İsrail, Amerika o'ttursidagi urush yoki onun bo'lgan taraqqiyotlar to'g'riliq so'zlaymiz. Bu to'g'riliq nurg'un analizlar bo'lindi. Shundaqdan biz ham o'zimizning ko'z qarashlarini bir deb o'tayli o'xshamagan bir aynakdan qaragan bo'layli degan shaklda bu temani tanlab turibmiz. Hamda bilginimizdek necha vaqtdan yoqi bu İran masalasi chiqib, ular sulh tuzishadigan bo'lib, urush qilmaydigan bo'lib, oldi keyni bo'lib, shunda oxiri urush portlagan bo'ldi. Buning bu sababli kimdi? Degandek ma'lum neft bahası olsun, neft bahasıga yandaş holatda nurg'un masalan yemek içmek olsun nurg'un narsalarga nima kelgan bo'ldi endi baho qo'shilgan bo'ldi degandek avvallar bo'ldi. Endi hozir bu taraqqiyot nereden nereye geçip atıdı? Endi bir aylık urush to'xtatildi deyilyotdi. Anikin Hormuz bo'g'ozininki qisman davlatlar ichib Amerika'nın ittifaqdaş devletleriga içilmaganligi, bulardan bazı devletlerden 2 milyon dolar deb ko'rdim ekan. 2 milyon her bir paraxın 2 milyon dolar yoki bu xato, sansfirda xato bo'lishi mumkin endi. 2 milyon dolar ama Amerika'nınki Amerika ve İsrail'e ondan başka ittifaqdaş devletlerinki pul bəsimi ötənməyotqanlığı to'g'riliq. Anin keyindan Amerika'nınki bu yerga paraşüt qismi aytilganligi degandek nurg'un xabarlar chiqib turadi. Endi shuni qarta o'zingizning ko'z qarashini so'zlab o'tamsiz. Qandayroq bir vallohu hozir. Rahmat. Rahmet, aldı bilen muvaffaqiyatli bir program bo'lishini umid qilaman. Mesele ko'rmanlarimiz diqqat qilayotgandek inchika va intayin zil holatda taraqqiy qilyotdi. Bu krizis 28 ikinci ayının 28'i başlaganca hazırgacha hem askeri yani harbiy jihatdan hem siyasi jihatdan intayin murakkab bir urush holatida turyapmiz. Amerika bilan İsrail birlikte başlagan İran qarta bu harbiy harakat günümüzde hammadamninki diqqat nuqtasiga aylandi. Çünkü İran'ın yer şaridagi turayotgan coğrafiyalik o'rni, geostratejik makanı, shundaqla İran'ın o'zininki coğrafiyalik afzalligi, Hormuz bo'g'ozi, hammalarga ma'lum bo'lgan Hormuz bo'g'ozi yoki arablarning degani bo'yicha Arab qo'ltig'i, Xitoylarning atishi bo'yicha Paris qo'ltig'i. Yani hammasi asosan bir narsa. Xitoylar uni o'z oldiga mustaqil Paris qo'ltig'i deb shunda atib oladi. Ba'zi qadimgi nimalarga tayinib turib, İran Hormuz bo'g'ozi degan ism bilan mashhurlashtirdi. Arablar hozir qadar Arab qo'ltig'i deb atayotdi. Bu rayon yer sharidagi coğrafiyalik yani 6-7 kanalninki birisi. Suveys kanalı, İstanbul'daki mesela Bosfor bo'g'ozi, Çanakkale'deki Dardanel bo'g'ozi, Amerika'daki Panama kanalı degandek Malakka bo'g'ozi, Sharqi Janubiy Osiyodagi. Bu yani yer sharini suv yo'li bilan tutashtirgan intayin muhim kanallarning birisi. Hormuz bo'g'ozi dunyoning 70%ni neft bilan ta'minlayotgan, tabiiy gaz bilan ta'minlayotgan mushu Arab qo'ltig'ininki neftlarini yetkazadigan intayin halqaliq bir bo'g'ozlarning birisi. Bununki mushu Arab yarimorolining boshqa bir qo'ltig'ida, ya'ni Yaman bilan Etiopiya, Djibouti tarafdan kishadigan Babul Mandab bo'g'ozi deb bir bo'g'oz bor yana. Suveys kanaliga ketadigan Qizil dengizniki kirish og'zi. Bu murakkab portlar, bo'g'ozlar suv yo'lidagi qaytadan yani o'zininki strategik muhimligini makanninki xalqarodagi bu yani yetkizish zincirlerinin bulup su yolunun yetkizish zincirlerinin intayin muhimligini ko'rsatib turibdi. Yani
Demakchi o'g'lim, Hormuz bo'g'ozining ahamiyatini har bir ko'rganlarimiz bu siyosatga diqqat qilayotgan Amerika, Isroilningki hedefleri, shundoqla Eronning nimanchola bu darajada yani İran İsrail'ga, yani İsrail Amerika'ga ve Garip devletlerine besim etkileyleydi deganning akıbını tushunish uchun bu Hormuz bo'g'ozininki ne kadar muhimligini tushunish intayin muhim oldi. Endi meseleге qaytib kelsak, İsrail bu yerdeki İran'dan mesela 6 ay oldida İran'dan yani iki taraf bir urushish bulab 13 kun davomlashib to'xtab qolgan edi. Bu urushda asosan İsrail İran'ninki Netnez, Bo'shahir qatorliq intayin yani murakkab İran'ning uran quyuldirish, uranium quyuldirish bazalarini portlatgan. Ama İranmı şunu urushningki bulablash ehtimoliga qarta 40 yil o urushningki jiq bir ziyon yani moddiy jihatdan ziyon olib kelgan bo'lsa-mu, ammo ba'zininki butunlay vayron bo'lmaganligi, bu uran quyuldirish kelgusida bu ba'zilarninki bir yani yadro bombasının yani taraqqiyoti uchun yanala ishga kirishib ketib bag'atligini taraqqiy qilayotganligini ko'rib yetib bu urushning qaytadan maydonga kelishiga sababchi bo'ladi. Hamda Trumpning oxirgi qatimliq bu 28-yillar yani 2-28 boshlagan urushi Arabcha Zairul Asad deydi. Yani yo'lbosning yoki shirning ho'kirishi ma'nosida. Yoki Al-G'adabul Malhami deb arabcha atyapti. Yani qattiq jangovar bir nimaniki ho'kirishi degan atalg'uda tuyuqsizlam bu urushni boshlab aslidagi bunda ochiq istixborotida tarqalgan ma'lumotlarga qaragan chog'da bu urush asosan yani hafta yoki 10 kun davomlashib Eronning asosliq yani tahdid butgan boshqariladigan bomba qo'yib berish bazalari bu uran quyuldirish bazalarining hammasi vayron bo'lsa Eronninki hem siyosiy hem askeriy harbiy rahbarlari o'lsa bu yerda hokimiyat almashidu İsrailning Amerikaga taslim bo'ladi degan ko'z qarashlar bilan urushning boshlanganligi. Ammo kunimizda urush bunda davom qilmasdan o'ylaganning aksicha Irondagi askeriy rahbarlarniki mushunda inchki strategik yoki intayin qiyin bir marhaladami, bosqichdami yana davomli Amerikaga, İsrailga ve Amerika İsrailga sizden yukarıda deganingizdek yani ittifoqdoshlariga besim elib kelyotdi. Bu besim yani Hormuz bo'g'ozini yani itish. Amerika İsrailninki oldida Hormuz bo'g'ozini itish. İranning sepida turganlarga Hormuz bo'g'ozini davomli ochiq tutish. Shundaqla Amerika İsrailga o'zining yani zeminidan urum bergan bu O'rta Sharqdagi bo'libmi Arab yarim orolidagi Saudiya Arabiston, İmarat, Arab Birleşme Halifaligi, Dubai, Abu Zabi degandek, Kuveyt, Bahrayn, Qatar, Umman qatorliq bu davlatlardagi Amerikaning ba'zilari bevosita hedefte turganligini. Hozir qadar buniki gerçi azlagan bo'lsa-mu, qaytarma hujumlarniki, ammo bir tariqada davomlashayotganligi. Hatta günümüzde yani az bo'lsa-mu, yani İsrailga bevosita nishonlagan yerlarga tegayotganligi bu Amerikaning Ironniki boshqarilgan bombalar. Bu haqiqatan yani Amerikanimi, İsrailnimi bir xil krizisga texmbak ishkilab so'rab kiryapti. Hatta bunun ta'sirini hozir Amerikaning ichki siyosatlarida ko'ryapmiz. Masalan, Amerikada hozir Trump boshchiligida Cumhuriyet Partiyasi hüküm sürüyotgan davrda yaşayapmizga. Karşısında Demokratçı Partiler mesela. Onun başka erkin siyasetçiler, halkaralık meşhur takir o'xshash mesela, dağınık jurnalistler
Trump hükümetiga nurg'un besimlarni olib kelyapti. Amerikaning ichki siyosatida. Bu yerda aslida bu urushni planlagan İsrail bilan Amerika hozir oxirgi marhala kelgan chog'da ikkisining yulinishi ikki bo'lyapti hozir. İsrail bo'lsa her vaqt yani İran'daki hükümetini ag'dirib tashlash, o'rniga boshqa bir hükümetni chiqarish, bu yerdagi boshqariladigan bomba va yadro bombasidan iborat bu tahdidni tüp yıldızını qo'rqitmoqchi to'xtamaslik. Bu ko'rinishga qarab ketyapti. Ammo Amerika bo'lsa, Amerika Trump'ninki xarakterida, Trump hükümetining xarakterida davomli eng katta bir kelishimga borsak deydi. Siyosiy kelishimga, siyosiy to'xtamnomaga kelib, İran'dan bu tahdidning azilishi, ammo bundan keyin bu Arab bo'g'ozidan, ya'ni Arab yarim orolidan yoki Hormuz bo'g'ozidan bexatar o'tish. Amerikaning ittifoqdoshlari bexatar bu yerdan foydalanish. Kelgusida İran'dan ve muşa Arab devletlerinki neftlerinden, tabii gazlardan şekillendirmegen asasda faydalanışını gözü tutup yani en çok sodulara erişsek diyen muşununla qarab ketyapti. Demek Josh yoki tüp yıldızdan özgertiş, tükütüş deyilgan bu hedef mi, stratejik hedef mi? Yani Amerika bilan İsrail o'tirisida o'xshamaydigan bir yo'linish. Muşunda bir ittifoqdoshlarning o'tirishdagi o'xshamagan bir yo'linishda ketayotgan bu kriz hamda İran'a ba'zi afzalliklarni olib kelsa, ba'zi qiyinchiliklarni olib kelyapti. Masalan, bu yerda Arab davlatlarining atgan bu boshqariladigan bombaları to'lisi hozir statistikada, axir statistikada Amerikaninki Iroq, Saudiya Arabiston, Kuveyt, Bahrayn qatorliq bu davlatlardagi ba'zilardan eng az 27si nishonlanganligi, 27 ga atalganligi naqlab. İsrailniki eng taraqqiy qilgan Tel Aviv degandek, Hayfa bo'g'ozi degandek eng halqaliq strategik o'rinlarga naqlinib tegayotganligi bu Erondan kelayotgan boshqarilgan bombalar. Xo'sh. Ammo mushunda inchki bir sharoitda İran'a davomli yani besim avup kelyapti. Kundan kunga. Masalan, bu besimlarning birisi Turkiyaninki yani NATO'ga a'zo bo'lishi, a'zoligi, tarixdan beri a'zodigi, uzun zamondan beri. NATO bu yerga tayyorlik qilib turib, masalan, NATO'ninki Iroqdagi bazalarni Turkiyaga yetkazib chiqdi. Bu deganlik nima desa, NATO her vaqt yani Türkiye'deki bir ittifakdaşıga kiçikkina bir hücum kılıp kalsa, her vakit bunun yani qaytırma hücumunu intayin küçük bir şekilde biriş İran'a. Ama bivasıta İsrail Amerika'nınki başlayışı bu içe uruşqa girmeslik. Hazırca müdafiye sistemiste yani Türkiye'nin sepede durup, Türkiye'ninki çigrasında durup, Amerika'nın müdafiye gücü bilen yani İran'ı yani qo'rqitib duruş. Bu stratejiyada turibdi. Masalan, tuningi xabarda eng oxirgi xabar deyiladi. Bu Iroqdagi bazalarni Turkiyaga qaytarib kelib, Turkiyada hozir jiddiy bir tayyorlik holatiga o'tganligini e'lon qildi. NATOga qarashliq bazalari Turkiyadagi. Endi yana bu krizislarning birisi Arab davlatlari har vaqt İranni qaytarma hücum bilan qo'rqityapti. Amerika Arab davlatlarini bu urushga harakatmada, amaliy harakat bilan yordam berishini, askar chiqarish, to'g'ri kelsa askar chiqarish, urushning chiqimlarini tang ko'tarish berish degandek nurg'un narsalarga taklif qilyapti. Ammo Arab davlatlari hozirgacha garchi Arab Birlashma Xalifaligidan ba'zi uchurlar kelyapti, urushga qo'shiladiganligi, ammo haqiqatan yani bir qo'shin tatib turib, chiqim qilib turib urushga bir vosita kirganligi ma'lum emas. Ham kirishdan bosh tortyapti. Masala nima desa, hozir yani Amerika bu krizisni idora qilayotgan bir kuchga yani aylanib, bu krizisniki bir manda nimasiga aylanib qolyapti. Bu deganim hargizmi halaqa bu yerdagi Arab davlatlari Amerikaning buyrug'idan bosh tortadi yoki kelgusida İran'ın aldığı aciz gidip kalıbatıdı diyen bundan ma'no chiqmaydi.
İran mı özgüçlük müdafiye sistemlerini 40 yıldan beri taraqqiy qildirib mush yerlarga kelgan. Hozir qadar kuchini ko'rsatib turibdi. Amerika ham shundoq. Ammo yani Trump bu yerda o'zining ittifoqdoshlarininki naq maydonda kuchini ko'rsatishni kuchli bir talab qilgan holatda. Hatto Yevropa davlatlarining Angliya, Fransiya qatorli davlatlarning urushga bevosita manda to'hfa qo'shash. Hormuz bo'g'ozining bexatarligini birga ishga oshirishga da'vat qilyapti. Ammo o davlatlardan hozirgacha yani Amerikaga qo'shilib turib bevosita urushga kirishni qabul qilgan yeri yo'q. Ammo texnik jihatdan ba'zi logistik jihatlardan yordamlar bor. Yunoniston, Germaniya qatorli davlatlardan masalan bu yordamlar bor, ammo urushga qo'shilgan bunda sepi yo'q. Mushunda bir murakkab krizisda hozir eng oxirgi ilgirlash Amerika bilan İran o'tirisida vositalik holatda bir siyosiy yani almashtirish, siyosiy savdo. Bu o'tirg'i chiqyapti 2 kundan beri. Trump o'zininki 15 tane shartini qo'ydi. Bu shartlarninki eng İran bu yadro bomba planidan butunlay voz kechish, buni kafolatlantirish. İkinciden Hormuz bo'g'ozini mutlaq holatda echish. Hech qanday tahdid shakllantirmasdan echish. Qolganlarni so'zlab o'tmaylik vaqt qisqa bo'lganligi uchun. Ammo İranninki tarafimi mushunaga dal qarshisida Hormuz bo'g'ozining huquqi xalqaro qonunda qanday belgilangan bo'lsa, masalan suv yo'lidan foydalanish, yani xalqaro dengizlarning chegaralarining belgilanishi qanday bo'lsa, İranmi bu bo'g'ozlardagi huquqini shunda saqlab qilish talabini o'tirib qo'yapti. Yana birga hozir qadar yani İran yani bizningki yadro bombasiga erishish planimiz tarixdan beri bo'lib boqmadi, ham bu nimamiz yo'q. Planimiz yo'q. Bu yerda quyuldirilgan uran, uranium bu taraqqiy qildirayotgan nimalarimiz faqatlam madaniy ish uchun o'zimizniki energiya ehtiyojini qamdash uchun yerlik madaniy ehtiyojlarimiz uchun taraqqiy qildirilyapti. Hozir Amerikaniki bu talablari hammasi haqiqat voqealikniki sirtida qilib qolgan bir talablar deb ikkining o'rtasida keskin bir siyosiy savdolar davomlashyapti. Gerçi İran'ın ali rahberleri almıştı. Nurgun harbiy qo'mondonlari öldürüldü. Onu başkası kelib yanıdan çıktı. Ama oturda hiçbir yumuşaqanlık bu ifadesi yok. Ama siyasi bu almashtırışınki oturgu çıkışı ko'rinishda shunday bo'lsa-mu, ammo perde arkasida Amerika İran'ninki vositalik holatda yiqilishayotganligidan, bu urushninki pek uzunga bo'lmaydiganligidan, bu krizisninki yaqin bir fursatda yani hal bo'lib ketish ehtimolining cho'ngligidan darak beradi. Ko'pdan ko'p rahmat. Nihoyatda qatorliq o'xshamagan bir ko'z qarash bilan buni yoritib bergan bo'ldingiz. Deganingizda hamda İranmı aynı vaqtda Iroqdagidek nihoyat oson bir şekilde yengilib qilib ketgan bo'lmadi. Nihoyat o'zini bir deymiz uzun yillik tarixiy bir davlat bo'lish sifati bilan tarixda ham ikki tal davlat ham o'tirish kerakdiki. Boshqalar munqariz bo'lmagan ekan. Çünkü birisi Turkiya ekan, endi birisi İran ekan. Davlatchilik ideyasi davomlashib kelayotgan ekan. Shuningdek buning tegishingdan da xudolangan. Nihoyatda Amerikaning qarshisida o'zini sog'lom tutib qarshi nima deymiz siyosiy jihatdan bo'lsin bu yerda yengilmayotdi desak bo'ldi. Hamda bu yerda İranning keyinda Xitoy bor deb masalan bu ochiq bo'lsin yoki yoshirin bo'lsin işte bor birga hamkorlashib qilyotdi deb buni yoshirin bir narsa emas. Bu yerda Amerikaniki qarshisida hamda İranninki ittifoqdoshlari bo'lgan hamda Xitoy bu yerda qanchalik o'zini ko'rsatib turib yordam beryapti yoki yoshirin bo'lsin yoki oshkor bo'lsin. Oshkorisi qanchalik, yoshirin qanchalik. Hamda Xitoy boshqa bir davlatga hamda oson ega chiqib yordam qilib ketmaydi deb qaraymiz hamda. O'zining manfaatini nima ekanligicha.
Hani keyin bu yerdeki Arap devletlerininki bunu boğan, bunu sormak için Arap devletlerine bunu boğan ifadesini dep boğan buldunuz. Hem de Xitay Rusiyanınki İran'dan keyin de qanchalik menba dep turvatqanlığı. Bu to'g'riliq bir to'xtalib o'tamsiz. Buni endi Xitoyning foydasiga bu urushning so'zilishi yani keyin Xitoyning foydasi qanchalik taraqqiy qilyapti? Rahmat. Sual naydi atrofli inchki bo'ldi. Savolingiz uchun ko'p rahmat. Oldi bilan Rossiyadan kelaylik. Bu yerda Rossiya İran munosabatida tarixdan beri bir texnik almashtirishi bo'lgandi. Yaqinqi shu Ukraina Rossiya o'tirisidagi bu to'qinushdimi İran ba'zi uçsuz kichik tipdagi uçsuz aeroplanlarni urushda ishlatayotgan. Rossiyaga ta'minlaganligi ba'zi shu boshqarilgan bomba sistemlarida texnik almashtirishning o'tirda mavjud ekanligini bu ko'rib olgandik. Urush boshlanishdan burunmi. Endi İran Amerika o'tirisidagi bu krizis o'tirg'i chiqqandan keyin Rossiya tarafining buning qarshisida İran'a ma'lum jihatda texnik jihatdan ba'zi iqtisodiy jihatdan yani diplomasiya jihatdan jiq yordamlarni berganligi. Hatta Putinning Kremlin sarayiniki bevosita holatda Amerikaning qilganini tanqidlab turib, Isroilni tanqidlab turib, ya'ni İranning safida ekanligi, İran'a keraklik xalqaroliq Birleşken Milletler Teşkilatı'da ve münasebetlik organ taraflarda xalqaro qonunning ramkasi ostida İran tarafda turganligi, diplomasiya jihatdan yordam berganligini ifodalab turdi. Hamda o'tirda bu yerda o'rtoqlik İran bilan Rossiya o'tirisida o'rtoqlikni naq ko'rgan bo'ldik. Ammo masala Xitoyga kelgan vaqtda bu yerda İranliklar 2005'ten tartib shu Xitoyniki Şanghay Hamkorlik Tashkilotidan iborat bir tashkiloti bor edi. Yani NATO'nun qarshisida qurgan Xitoy ham askariy, ekonomik, iqtisodiy jihatdan ham bexatarlik jihatdan O'rta Osiyodagi 5 davlatni markaz qilgan asosda bizniki Sharq Turkistonniki chegarasidagi davlatni markaz qilib turib, Rossiya bilan hamkorlik asosida bu hamkorlikni qurgandi 2001'de rasmiy. 2005'te İran bu yerga talab sunğandı, qo'shilish talabini. Başta 2005'te İranning bu a'zoligini Xitoy shartlik asosda, ya'ni kuzatuvchi a'zo sifatida qabul qildi başta. Ammo haqiqiy a'zolikni 2018 yilda qabul qildi, eng oxirgi mezgillarda. Endi bu yerga a'zo bo'lganlik, mesela İran'ınki tarixidan qarasak bu meseleге kuzatuvchi a'zo bo'lishning o'zimi İran'a bir afzalliklarni olib kelgandi. Chunki İran'da davomli Amerikaning Yevropa davlatlarininki embargo siyosati bor edi. Iqtisodiy jazo. Bu yadro bombasi, boshqarilgan bomba sistemasiniki masalasi ta shu 80-yilning oxiridan kunimizga qadar davom etayotgan bir masala. Yukarıda siz mi dediniz? İran'ınki bu zincirsaman hakimiyet yürgüzüş sistemisi. Gerçi hazır İslami hakimiyet, Şii İslami hakimiyet. Bunda bozulma ama tigidin özgürlüğü için bu sistem. Harbiy sistemisi. Lük demekçi men. Bu Şanghay Hamkorlik Tashkilotiga qo'shilganligi xuddi Xitoyni kesib qilgandagidek bir tuyg'u berilgandi. Hatta İran'ınki shu yadro injeneri deb sanalgan Ali Larijani degan kishi, buni kichik chaqlarimizni jiq anlaytdik bu kishiniki bayonotlari, gap so'zlarini. Shu vafotininki, ya'ni o'ltirilishininki bir kun oldida Xitoyga Xitoycha bir uchur yozganligini ko'rdimchu. Ya'ni Xitoycha, ya'ni biz hamkor, ya'ni biz bilan hamkorlashuvchilar bilan billa deydi. Ya'ni Xitoyni maqsad qilmoqchi. Amerika'nınki bu hücumunu yani qaytaralaymiz. Onuğa yeterlik derecede qaytarma zarbimizni berib o'zimizni qo'g'dayalaymiz degan shunday uchurlarni berdi. Demakchi o'g'ani sizlar nada hozir? Biz Şanghay Hamkorlik Tashkilotining bir a'zosi bizga bunday hujum bo'lyapti. Nimishqa kelmaysizlar deganni bunda uchurni bermoqchi-ku bu uchurlardan.
Xoş. Onun başqa İran rəhbərliyinki nurgun bayanatlarda Xitay diplomatik halati bizning sepimizdə degan gaplarni qildi. Ammo Xitoyning hech bir sada yo'q hozirgacha. Faqat diplomatik ba'zan ikki bisliq jumlalar bilan bu urush darhol to'xtashi kerak. İsrailning Amerikaning qilgani xato. İranning o'zini qo'g'dash haqqi bor degandek, ya'ni har ikki tarafga ziyon kelmaydigan, ammo intayin hassas diplomatik jumlalar bilan bo'ldi qildi, ammo haqiqatda hech bir yordam yo'q. Endi buningdan Arab davlatlarimi bir ders elishi kerak. Bu yerdagi islom ummati, 2 milliard islom ummati, ya'ni biz Uyg'urlarniki davomli chaqirayotgan chaqiriqimizni qaytadan bir o'yinlab beqishi kerak bo'lgan bir masalachi bu. Ya'ni Xitoyniki hech bir ittifoqdoshiga, masalan, shu Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lgan bir davlatga yordam bermayotganligini buni ibrat etishi kerak. Yana bir nuqtadan qaraganchag'imizda İran, ya'ni hatto BRICSga a'zo bo'ldi-chu. Ya'ni Xoş. aslida bu İranliklarning İran rahbarlariniki mayli harbiy qo'mondonlari bo'lsin, mayli siyosiy rahbarlar bo'lsin, bularniki bir halaqa xotirjamligi, Xitoyga bo'lgan tayinishniki muvaffaqiyatlik yoki to'g'ri ekanligining uchurini berganti bularga. Bular har vaqt xalqiga, İran xalqiga yoki boshqa davlatlarga bizmi ya'ni Yevropa, Amerika o'zining g'arb birligini o'tirg'i chiqara olgan bo'lsa, bizmi yetarli darajada birligimizni sharq bilan chiqara oldik deb Arab davlatlariga ham keyninglarda Amerika bo'lsa, bizning keynimizda Xitoy bor degandek usullarni bir vaqt etdi. Ammo bu oxirgi bu pozitsiyalari Xitoyniki bu makkorlik, mükünü veliş, yani boynu içi tıkıp dur veliş, bekinmeçilik siyaseti ulanımı zirhtürgen bir halette. Ama zirhtürgenle İran uçuk halette bir rediyasını mı bilinmeyi vatıdı, bir işitme aciz kili vatıdı. Ahirde yine İran Xitayga nurgun bir evzelliklerini sundu bu uruş kriz jarayonida. Qanday desek mesela, birinci günden tatip İran bizning ittifoqdoshimizga Hormuz bo'g'uzi uchuq dedi. Mayli Xitoy bo'lamdi, Shimoliy Koreya bo'lamdi, qaysi davlat bo'lsin, Hormuz bo'g'uzi bizning ittifoqdoshimizga uchuq dedi. Buning beshida Xitoy keladi. Chunki Xitoy bu Arab davlatlaridan Irondan neft setib oladigan, tabiiy gaz setib oladigan, neft mahsulotlarini setib oladigan eng chong davlat Xitoy. Hatto o'zining shu neft ehtiyojiniki 70%'ni shu Hormuz bo'g'uzidan yetkazdi Xitoy. Muşunda tutsa, bunun yollarını takamay, bunun hiçbir hırs, ekemi, yollarını dağdan eşip tutsa, Xitay'dan hazır kadar hiçbir yardım, körnerlik, sanıqıl otkan bir yardımı yok. Onun üstüge yeni bir inçiki bir mesele var. Buna cık analizçilama dikkat kılmaydıyken, Araplar o asla bu noktalığa dikkat kılmaydı. İran'ın bu kirsiz jarayonida setib olgan neft mahsulotlarının, tabiiy gazniki pullarını İran'a ya dolar ya euro ya ki hatta yuan Xitoy pulusi olsa bu naq pul bermay vatıdı İran'a. Bir vatkan narsaları Xitoyning depolarida chirib vaqti o'tgan satanmay qolgan azan nachar mahsulotlarni İranning shu kirsiz yani haletinden faydalanıp İran'a şunu bitmez deb va'da qilyapti. Bu nim demek dese, sen üle bassan mı, onunla karım yok. Ama ben üzemlinki şeyde bazağı salamay kalgan birimlerini satman sana. Sen belgen neftka, sen belgen şu alaylı binasılarınca, ben şu kona, yo načar binasılarını sana halkınca setip bir şarkılık. Ben pulumu şunda üzümen de, İran'ın şunda yardımsız taşlavatıdı. Üzünün ittifakdaşını. Demek bu bir namertlik. İnsan bilen insana oturuştuk münasebet desek, devletlen devlet oturuştuk münasebet mi? Okşap kalıdı. İnsan oturuştuk münasebet ki. Muşunda bir namertlerçe bir adaletsiz soda halde şekillenip durvatıdı. Yani ahirden demekçi, yani Xitay özünün ne kadar şahsiyetçi, ne kadar muşunda menfaatçi, insani
nima bilan emas masalaga kirgizishga faqatlam bir yani istismarchi suiiste'molchi sifatida Erondan yani foydalanayotganligi bu o'tirg'i chiqdi. Endi bu inchki masalalarni Eronga rayondagi arab davlatlariga hatto xalqaroga ilmiy holatda inchki holatda tahlil qilib o'tirg'i chiqaradigan ya Xitoy tadqiqotchisi rayonda az bu rayonlarda. Bo'libmi bizdek Sharq Turkistondek mushunda krizislarning keynida texnik Xitoyga foydalanish fursati yaratilib irqiy qirg'inchilikda qolib qolgan biz Uyg'ur xalqiga Uyg'urlarningki sarxillariga ziyolilari akademiklarga bu yerda intayin muhim bo'lgan bir vazifa yuklandi endi. Chunki munosabatlar Eron Xitoy o'tirisi, Eron Amerika o'tirisidagi mayli hatto Eron Rossiya o'tirisidagi bu inchki masalalarda Xitoyning haqiqiy mohiyatini to'g'ri tushuntirish bu sohalarda. Undan keyin tushuntirish orqali Xitoyningki oyada parda orqasida yoki mushunda krizislarning kun tartibininki orqasida ömrəvatqan xalqımıznınki bu zulümni ayadaki strategiyalik bu Xitoyninki planlarını oturğa içip taşlap haqiqiy tushundirish. Hozirgi adolatsiz yani Xitoy yani sodullarınki Xitoy bilan bo'layotgan bu adolatsiz ahvollarni bu rayonga to'g'ri tushuntirish bizning ustimizga bosh tortib bo'lmaydigan majburiyatimiz, mas'uliyatimiz deb o'ylayman. Sharq Turkiston davosi endi bu nuqtadan aytgan chog'imizda faqatlam yani zulmni anglatish bilan emas hozir. Chunki hamma yerda bu zulmning bir nimalari ko'rinyapti. Hatto Hormuz bo'g'zining taqilishi bu Arab rayonidagi musulmonlar rayonidagi nurg'un krizislarga yani yo'l ochyapti. Rayon intayin bunda partlamay qolgan bir minaga o'xshayapti hozir. Intayin hassas durumda. Mushunda holatda biz Sharq Turkistonliklar bo'lish sifatimiz bilan yani Xitoyninki kelgusida bir krizis cho'ng'ayib biyaliga borgan vaqtda yani Xitoyninki faqatlam istismarchi, suiiste'molchi ekanligini to'g'ri tushuntirish. Yani bundan boshqa nurg'un taraflar bor. Vaqt qisqalig'i uchun o'sha yergacha bo'ldi qilay so'zimni. Oxirida sizning boshqa savolingiz bo'lishi mumkin. Bu yerda Xitoyni tushuntirgan boshqa yana muhim noktalar var. Araplarga, İranlıklarga, hatta Afganistanlıklarga. Çünkü bu yerdema yani İran meselesinden kelip çıkan Afganistan Xitoy meselesi oturusida yani Afganistan bilan Xitoyning oturusida nurg'un yani almashtirish bo'ldi-ku yaqinqi kun tartibida. Xitoy mushu İran Amerika oturusida krizisini foydalanib Afg'onistonga besim qilyapti. Silahning chegara ichidagi Sharq Turkistonliklarni bizga topshirib berishinglar kerak degandek. Ya'ni Afg'onistonga deyotdi-ki, sizlarningki Eron ittifoqdoshinglar edi. Eron bunda zarbaga uchirdi. Demak, biz bir tanlashinglar, biz nima desak shuni qilib bersizlar deb fursatdan foydalanyapti. Ya'ni fursatparastlik qilyapti. Afg'oniston hukumatining ba'zi ya'ni yaxshi bir raddiyalarini ko'rdik. Ama bunun davamlashishini yoki davamlashishini umid qilamiz. Payda orqasida nimalarning borligini biz bilmaymiz hozircha. Uchuq istixborotning olgan ma'lumotlarimizda Uyg'urlarniki hech qanday Xitoyga tahdid emasligi, hech bir Uyg'urning Xitoyga qaytarilmayotganligi to'g'risida ba'zi ma'lumotlarni bergan bo'ldi. Ma'lumotlarni olgan bo'ldik. Hamda Xitoyniki mushunda krizis holatidami biz Uyg'urlarni nega borsak Uyg'urlarni kun tartibda tutganligi. Fursatlam topsa bizning yani og'zimizni etishga tirayotganligi bu o'tirda. Shunglashqa mayli g'arbda yashayotgan Uyg'urlar bo'lsin, mayli Turkiyada yashayotgan Uyg'urlar bo'lsin, yoki Arab davlatlarida yashayotgan Uyg'urlar bo'lsin, o'zining rolini intayin yani yaxshi joriy qildirish. Bu Xitoyni o'zini yaxshi tushunish, bu dushmanni boshqalarga to'g'ri tushuntirish bu bizningki yana intayin muhim bir mas'uliyatlarimizdan va majburiyatlardan deb o'ylayman. Rahmat. Endi oxirgi qisqa bir inchki bir savol bor. Ana shuni qisqalam javoblab qilib bersangiz bo'ladi. Endi asosan bunga javobni berdingizmi deb o'ylayman. Shundaqdimi?
Teğim oçuk bu kese. Mesela hazır bir uruş buatıdı bu yerde mesela neftin bahası örlevatıdı onun yanlış nurgun neslenlik bahası üsvatıdı degendek. Bu yerdeki Amerika'nın ittifaktaşları kançık ilgi çıkıvatıdı ve mesela Xitay mesela azad dedik İran'a mesela kançık ilgi çıkıvatıdı. Bu ne? Buna tarazı salsak qandaqarak mesela bunun qısqarak cavab berseniz bo'ldi. Endi vaqt qisqarib qolgan ekan. Buni selishtirib boqaylik demoqchi. Seliştirirsek fark intayin çoğun. Amerika ittifakdaşlarını yani bu meseleni hal kılışta yardımlaşıya çağırıvatıdı. İttifakdaşları bazen teknik, diplomatik halette İran'daki bu tehditini yokutuş degan nam aslında yani Trump'ın bazı çağrıklarına avaz koşavatıdı. Angliya, Germaniya, Avrupa'ya temsil kılıvatkan, Garip'e temsil kılıvatkan çok güçler bunun aks turtkallıkını ifade edildi. Mesela NATO mu? Yani hazırlıkını bitip Türkiye'nin yanında turkallığı Türkiye'ye küçükkene bir nime bolsa mı derhal kaytırma hücumda teyya ikenlikini bildirip durvatıdı. Bu yerde bu Garip'ninki ittifakdaşlığı güçü üzünü köstüp turuluğu oturdu. Yukarıda dedik Rusya azrak diplomatik cihette bazı yardımlarını, teknik cihette bazı yardımlarını bir vatkallığı bu oturdu. Ama Xitay meselesi kelgan vaqtda Xitay muşunda ağır krizislardı mı? Yine bir adam ülevatsa, çantalaşıvatsa onundan yine yoncuqdaki pulunu elib olishga tirishgandek İran'dan men paydalanma senden ama ben sana payda yetkizmeymen. Yetkizgan paydan müşavirçilik de yine adaletsiz savdolarına devam kılıvatıdı İran bilen. Demek yani bu yerde seliştirgili bulmayken fark var. Bu Xitay'ınki işençsiz bir ittifakdaş ikenliki, hatta ittifakdaş emas, hıyanetkar bir şirk ikenliki. İttifakdaş degen bu Arapçada halif dediğimiz, mesela Half-ı Şimal-ı Atlasi, Şimal-ı Atlantik Ahdi Teşkilatı da tercüme kılındı Uygurçağa. Bu yerde bir yani Kırgızistan'ı paydadımı tan bulumuz dediğim bir mantık var. Garip'nin ittifakdaşlığında. Ama Xitay'ın ittifakdaşlığında anda halif yok. Halif degen anda yani paydını tanalımız, ziyanını tanatımız dediği iş yok. Mesela Şimal Atlantik Şanghay Hemkarlık Teşkilatı qarab baqılı, yoki BRICS qarab baqılı. Muşunu kurgan Rusya Xitay'ınki stratejik uygun tutgan bütün nesillerde başka devletlerin söyleme ekşerleydi. Ama başka devletlerge bir hücum bulavazsa, mesela İran'a hücum bulavazsa, üzden eda devletine hiçbir yerden bu hemkarlık teşkilatlarının hiç nesi yok. Şuna bu yerde seliştirirsek yani asman zemin fark var. Şark ittifakınınki intayin yani menfaat, maslahat yani menfaat itibarı bilen kurulgan ittifakdaşlık ekanligi. Ama Garip'ninki payda ve ziyan asasında kurulgan ittifak ekanligi oturdu. Yani kıyınçılıktı mı, asallıktı mı birgi butkan bir ittifakdaş bilen menfaatlam közünü tutkan bir ittifakın otursa da asman zemin fark var. Kısaca mı şunda xulasalasak buludu. Köp rahmat nəhayət ətraflı toxtulub bəyan oldu. Yanılam bu Xitayninki nəhayət işençsiz bizgi bolsun yoki bizgi hər vaqtlık düşmənlikini qılıb məsələn asmana çıxsan putandan yoki kirsən beşandan tatıb yoxdu mən dep kevatıdı qoyum deyil. Bir düşməndən bir erkeklik olsa, erkekdaçılıq olsa, qovaldaçılıq olsa müda qılıb. Amma Xitayninki düşmüniki ama nayt zidipeslikle, naçarlık bilen muamele kıldıqanlıqı aninkayının hatta dostluğu mu? Ben dostum dep kelgen necahna ittifakdaşçılığı mu? Bu yerde yaman günde qalğan çağda aşınan bir paydını vasam degen nesne degen boldunuz. Aninkayının bu yerde xulaslasak bu Uygurlarniki, Uygur akademiklarniki, bu siyasetçilerniki bu yerdeki Xitayninki rezil niyetini başka devletlerge teğim yaxşı düşündürsek, bunu teğim yaxşı bizim menfaatimizge hizmet kıldıra alışımız mümkün degen bolunuz. Köptün köp rahmet. Qayrindaşlar bugünkü programımız müşakkeriçe, keyinki programımız görüşçe amin bulunla, Allah'a emanet, öz almasın Allah. Sizin rahmet etmem.